to'xta. Ha. Bo'ldi-da endi onasini yemsin. Bo'ldi-da endi oshirib yubording. Gapirmang menga. Bir haftadan beri shuncha yuribsan. Yaxshi bo'pti, siz meni qattiq xafa qildingiz. Xo'p. Ana nozik ko'nglingizni olish uchun, sizni xabarligingizga yetkazish uchun naqd pulmi, kartami? Siz meni kim deb o'ylayapsiz? Juda ham qattiq xafa qildingiz. Shuning uchun bu gal naqd pulni ham berasiz, kartani ham berasiz. Nafs-ku bu. Xotinjon. Sen to'g'ri yo'ldasan. Tikka xafa bo'lib yuraver. Qaym. Shunaqa qimmat araz bo'ladimi? Get, go back.